Bismillahirrahmanirrahim. Mana ikkinchi etajimizni ham tozalab, gruntovkalarni berdik. Hozir birinchi sloy bo'lyapti, 2 sloy beryapmiz. Shtobi nalivnoy pol quyilganda o'zini kачествоsi qolishi uchun. Agar gruntovka xira qilinadigan bo'lsa, nalivnoy pol uqalanadigan, beti chiziladigan bo'lib qoladi. Yaxshi gruntovka qilib turib qilinadigan bo'lsa, effekti yaxshiroq bo'ladi. Devorlar tozalanib tayyorlandi. Endi esa quyishga tayyorgarlik. Zagodovkalarni qilib oldik. Xonalar tayyor, gruntovkalar quridi. Endi bir chekkadan quyishni boshlaymiz. Mana gruntovka yaxshi bo'lganidan suvni o'ziga tortib olmaydi. Mana уже quyilgan holati. Bir chekkadan quyishni ham boshladik. Teva monolit bo'lgan. Tekis chiqmagan. Unda xolasa mana nalivnoyni ham quyib olay dedik. Unda xolasa mana nalivnoyimiz ham tutdi. Endi xudo xolasa yaxshi qurib olsa, ungacha devorlarini kraska bo'ladigan kraska, oboyni oboy. Bugunimizcha xolam tayyor bo'ladi. Xudo xolasa kuzatib boringlar.